Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar, kimsizlar, charchamayapsizlarmi? Kecha ko'rdilaring, O'zbekiston Portugaliya o'yini bo'ldi. O'zbekiston 5-0 yutqazdi. Endi jamoamiz zo'r o'ynadi. Yaxshi o'ynashdi o'yinchilar juda qattiq o'ynadi. Borini berib o'ynashdi o'yinchilarimizga kattakon rahmat. Bu darajaga chiqishda o'zi oson emas. Endi ba'zi bir negativlar yozyapti, gapiryapti. Bizga to'pni bermaydimi? Biz yorib yuboramiz, buzib yuboramiz deyapti. Shu gapirayotganlar, ana katta stadionga borib, shu bunyodkorga borasizlar borib, 11 kishilikda bir 90 minut o'ynab ko'ringlar jamoa qilib, bir 90 minut tinmay yugurib o'ynab ko'ringlar, qani nima bo'lar ekan natijalar. Shunda gapiringlar yarashadi. Oson emas u. Men sizlarga Portugaliyani qanaqa kuchliligini ko'rsatib beraman e-futbolda. Qanchalik kuchliligini qarab turinglar. Mana birinchi bo'lib Portugaliyani ko'ramiz. Portugal o'yinchilarini qanchalik kuchliligini. Naqlib negativ gapirmanglar. Keragi yo'q negativ gapirishdi. Portugal qani Portugal. Qaranglar, e-futbolda birinchi o'rinda Vitinha turibdi. 83 ekan. Darajasi. Endi darajasi deyiladi endi mana bilishim bo'yicha darajasi 83 turibdi. Keyin Mondes turibdi. Diaz, Bruno, Ronaldo. Baqi ketyapti. Mana Leo kecha gol urdi tushib. Silva mana. Baqi ketdi mana. O'sha oxirini ko'raylik bitta mana. Oxiri mana 72 turibdi oxiri bularda. Qaranglar endi. Bas oxiri 72 turibdi. Endi bizni ko'ramiz. O'zbekistonni ko'rsataman endi. O'zbekiston. Aziya oxiri olaydi O'zbekiston mana. O'zbekiston birinchi o'rinda Abduqodir turibdi mana. Shu darajasi bo'yicha Abduqodir turibdi. Ketdi baqi ketaveradi mana. Abbos Fayzullayev. Baqi ketdi. Oxiri necha ekanmiz? Biz uni 58, 59 turibdi oxiri bizda. Endi o'zlaring baho beringlar. Qanchalik farq bor bu yerda? Qanchalik nima deydi? Farq ko'ryapsizlar qanchalikligini. O'yinni o'zida. Endi attam o'ylab ko'ringlar. Kecha ko'rgan o'yinni qanaqaligini Portugaliyani. O'zbekistonlik o'yinchilarga rahmat, hammalariga rahmat O'zbekiston o'yinchilari. Zo'r o'ynashdi O'zbekiston o'yinchilari. Yorib yuborishdi. Malades. Bunchalik chiqishdi o'zi oson emas bu darajaga chiqishdi. Bu hazilakam o'yin bo'lmadi. Ko'rdilaring. Abbos Fayzullayev chalib yubordi deshdi, o'zi unchalik bo'lmadi. Ham yumaloq qilib gapirib, lo'lili qilishdi, qo'pol qilayotganda Portugalliklar ham. Vardi ko'ruvdi, sudi ham bekor qilib yubordi bitta yo'lni. Keyin biz o'yinchilarning kayfiyati tushib ketdi. Agar o'yinchilar kayfiyati tushmasdan o'sha golni tan olingandan, gol haqiqatda gol bo'lib qolganda O'zbekiston urardi yana. Kerak bo'lsa 2 ta urardi yana, bor-ku, 2 ta urardi. O'yinchilarimiz ruhiyati tushib ketdi, ko'rdilaring. Shu golni olib tashlagandan keyin ruhiyati sindi o'yinchilardi. Orada bitta tanaffus bo'lib, bitta shijoatlandi-yu, zo'r o'yin bo'ldi-yu, golni olib tashladi, shu tashlab yuborishdi. Tashlab yuborishdi hamki, ruhiyatlari tushib ketdi. Ruhiy zarba bo'ldi-da ularga. Oson emas. Ko'ryapsizlar odamlarni. Stadiondan ham ko'rdilaring, pashti hammasi desa ham pashti, hammasi basu 95% Portugaliyalik muxlislar edi-da. Hatta bo'lsa 5 yo 10% O'zbekiston muxlislari bor edi xolos. Ko'rdilaring o'zinglar. O muxlislarga ham rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, akka borib, nima deydi, balashchilik qilib, qo'llab-quvvatlab jamoani shunchalik turib berishdi, malades ularga ham. U akka borishdi, o'zi ham oson emas. U Amerikan vizasini olishda ham o'zi oson emas. Shuning uchun jamoamizga rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Xudo xolasa keyingi o'yinda mana Kongoga qarshi o'ynaydimi? Shu o'yinda albatta yutishadi O'zbekiston. O'zbekiston yutadi, inshaalloh yutadi. Bu ortiqcha negativ gapirmanglar, ortiqcha gap gapirmanglar. Keragi yo'qdi u narsani. Bu bizning jamoa. O'zbekiston deyilyapti. Malades, shunchalik o'ynab berishdi, malades bolalarga. Rahmat hammalariga. Hammalaring tanijonlar sog' bo'lsin, omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.